O'rtoqlar, hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Bekzod Obidov. Bugun Kawasaki ZX-10R misolida qanaqa qilib mototsiklni to'g'ri qo'zg'atib, qanaqa qilib to'g'ri tormoz olishni и вообще qayerda gaz, tormoz, sцепление, скоростdan скоростga uradigan rычagi joylashgan, qanaqa qilib ularni to'g'ri ishlatishni videoda maksimalni tushunarli qilib ko'rsatishga harakat qilaman. Kuzatishni davom etinglar. O'zi eng katta birinchi qadamlardan bittasi mototsiklga to'g'ri o'tirib olish. Sizlarga mana noshkasi bor. Sizlarga egilib turgan chap tarafidan o'tiriladi. Oyoqni zakidovat qilinadi shunday. Bir xilla nimaga botdan o'tiriladi, bir xilla o'ng tarafdan. Prosta tushunishinglar uchun noqulayligini o'ng taraf mototsikl u yoqqa og'ib turibdi, o'tirish ham noqulay. Shunaqa. Agar mexanika mashina haydashni bilsanglar, mototsikl prinsipi ham xuddi shunaqa. Faqat shu gaz, tormoz, sцепление, korobka передач boshqa joyda joylashilgan. O'shalarni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Keling. Hop, bizda ikkita ruchka bor, rul. O'ng tarafda gaz. Pastga buraysizlar, gaz ochiladi. Bu yoqda hech narsa yo'q, просто держатель. Ikkita zajimli ruchkamiz bor. O'ng tarafda oldi tormoz. Chap tarafda sцепление. Mototsiklni bizni yo'q qolishimiz kerak. Hozir zavod qilish, to'g'ri zavod qilishni ko'rsataman. Kalitni buraymiz. Eshitayotgan bo'lsanglar, benzin kachatyapti. Bu yoqda knopkasi bor, zavod qiladigan. Bosamiz. Zavod bo'lib turibdi. Hozir holat neytralkada, mana. Endi yozib turibdi. Prinsip 90% mototsikllar bitta prinsipda ishlaydi o'zi. Gaz, tormoz, sцепление. O'rtoqlar, mototsikl zavod qilib oldik. Hozir buni birinchi skorostga urib qo'zg'atish kerak. Skorostdan skorostga uradigan передачасы, rычagi mana bu yerda joylashgan. Bu yoqda mana oyoq qo'yadigan temiri. Bu yoq esa skorostdan skorostga uradigan rычаг. Birinchi skorost har doim pastga, mana ko'ringlar. Birinchi skorostga tushdi. Neytralka 1 bilan 2 ni orasida prosta ilib olish kerak uni. Mana neytralkaga tushdi tepaga. Qolgan 2, 3, 4, 5, 6 skorostlar faqat tepaga uriladi, mana. Kaltni buraymiz. Priborniy panel yonadi, benzin vykachka qiladi. Endi o't oldirish uchun mana bu knopkasi bor. Bosamiz. Zavod bo'ldi. Endi bu yoqda biza uje qo'zg'alishimiz kerak. Qo'zg'alishimiz uchun mashinani xuddi qanaqa mashinadagi prinsip bo'lsa, bu yerda ham xuddi shunaqa sцепленияni bosamiz. Birinchi skorost ko'ramiz. Pastda mana rычagga pastga tushiraman. Neytralkadan hozir birinchi skorostga o'tadi. O'tdi. Endi qo'zg'alish kerak. Plavni sцепленияni qo'yib yuborib turib, o'zi mana qaranglar. Sцепленияni sekin qo'yib yuborsam, motor korobkadan uziladi va o'sha qo'zg'alishni boshlaydi. Shunaqa momentda yurib ketishim uchun ozgina gaz qo'shib olishim kerak. Plavni. Takrorlaymiz. Sekin qo'yib yuborib turib, ozgina gaz qo'shib o'raman. Yana bir marta sekin qo'yib yuborib turib, gaz qo'shaman. Bir xil o'chirib qo'yadi. Endi boshlanayotganda o'chirib qo'yish nima sababdan kelib chiqadi? Va основном hozir shuni ham ko'ramiz. Hop, qaranglar. Sцепленияni reski tashlab yuboradi bir xil mana. Gaz bermasdan reski tashlab yubordi, mototsiklim o'chdi. Boshqatdan zavod qilaman. Sцепленияni bosaman, birga uraman. Plavni sekin qo'yib yuborib turib, o'sha moment gaz kerak, qo'zg'alib yurib ketish uchun. Ketdim.
Qo'zg'aldim, endi men to'xtashim kerak. To'xtash uchun stepleniyani bosaman, bo'ldi. Skorostidan chiqib ketadi. Keyin sekin mana bu tormoz ruchkasini bosaman, sekin. Bitta barmoqda ham bosib yetadi. Mototsikl tormoz rezoviy bo'ladi, bitta barmoqni o'zi ham yetadi. Mana yana takrorlaymiz. Qo'zg'alyapman plavni. Stepleniyani bosyapman, tormoz. Mototsikl to'xtadi. Neytralga qo'yapman. Bo'ldi. O'chiraman. Qiyin joyi o'rtoqlar. Buni endi videoda qanaqa bo'lishini tushuntiryapman-u, no praktikada baribir o'rganib ko'rish kerak. Agar желание bo'ladigan bo'lsa, o'rganish обязательно kerak. Bu men 1 litrli sportivniy mototsiklda ko'rsam, no o'rganayotganda по-любому kichkina kubaturali, o'sha 150-200 kubli mototsiklarimiz bor. O'rgatish uchun 300 kubgacha bemalol ushaladi. O'rgansanglar bo'ladi. Shunaqa gaplar, hech qanaqa qiyin joyi yo'q. Xudo xolisa bizada ссылкani ham qoldiraman, agar желающийлар bo'lsa mototsikl haydashni o'rganishga. Moto maktab Instagramda stranичкamiz bor, direktdan yozsanglar, shapka profil nomeri ham qoldirganmiz. Telefon qilsanglar bemalol javob beramiz. Xudo xolisa bo'sh joylarga yozib, darsni o'tib. Xullas o'rtoqlar, mana prinsip shunaqa. Qatta gaz, tormoz, scepleniya, скорость передач hammasini tushuntirdim. Qanaqa zavod bo'lishi. O'rtoqlar, qayerdadir qaysidir momentini qoldirib yuborgan bo'lsam, kommentariyaga yozinglar обязательно. Или qayerdadir xato ko'rsatma bergan bo'lsam, ko'rib chiqamiz. Bundan buyog'iga kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ko'rishni davom etinglar. Обязательно bundan ham qiziqroq mototsiklga bog'liq bo'lgan videolarni chiqarishga harakat qilamiz, foydali. Hammaga rahmat. Sizlar bilan eslatib o'taman, Bekzod Obidov. Mototsikl o'rganmoqchi bo'lsanglar, moto maktabga yozilinglar. Ссылкасini qoldiraman обязательно.